aholiga yordam bo'lsin deb aytilgan topshiriq ba'zilarning mas'uliyatsizligi sabab oxirigacha ijro etilmayapti, ming afsuski. Buning uchun nazorat kuchli bo'lishi lozim va mexanizm ishlab ketishi uchun hamma birlashishi kerak. Tashabbus bildiradiganlar ham ko'payish kerak, Hiloli, va navbatdagi lavhada gap ketadigan otaxon ishonamizki ko'pchilik uchun motivatsiya bo'ladi. U 72 yoshda Nabiramni izlab loyihasi orqali o'zining hududida yaxshi tanilgan otaxon maktabma-maktab bolalar bilan uchrashib yurib, ularga hayot saboqlarini o'rgatadi. U bayram arafasida 72 ko'chat bilan yana maktab tomon otlandi va eng asosiysi atrofiga o'ziga o'xshagan nuroniylarni yiqqan. Qodirjon ota Qo'ziyev o'quvchilarni ko'chat ekishga o'rgatish ko'plashib qiziq bo'ladi deb choyxonada gap-gashtak surayotgan nuroniylarni ham birga ola keldi. Oshpazga palovni 3 soatlardan keyin tayyor qilishini buyurgan keksalar ikki avlod uchrashuvidagi xayrli ishga kirishib ketishdi. Yoshlarni tabiat shaydosiga aylantirish amali oldida bitta osh kutib turaveradi, dedi qanoatli keksalar. Asli kasbi fermer bo'lgan Qodirjon ota ko'chat agrotexnikasi joyning iqlim sharoitiga mos tur tanlashni yaxshi bilgani uchun ham o'quvchilar nihol ekish madaniyatiga sehrlandi qoldi. Chunki daraxt yaxshi rivojlanishi uchun yerni kovlash, ildizni ko'mishdan tortib to kelgusi parvarishigacha bo'lgan jarayonlarning kichik sirchalari ochilgandi. Yurtda yanada jannat makon yurtga aylantirish uchun har bir inson o'zini kelajak avlodga, ya'ni yoshlarimizga bir narsadir qoldirib ketish kerak. Maktablarda uchrashuvlarda ko'chat ekishga, yoshlarni ko'chat ekishga o'rgatishga harakat qilardik. Lekin bunchalik emas. Bu yer tayyorgarlik mobaynida Ulug'nor tumanining 11-maktabini tanladik va tayyorgarlik ko'rildi. Qodirjon ota boshchiligidagi nuroniylar yoshlarga tashkilot, yo'l chetlari va xonadon hovlisiga qanday ko'chat turlarini tanlash to'g'ri bo'lishi haqidagi bilimlarni ulashdilar. Tashkilotchi bobolar mamlakatimiz aholisi zichligidan 10 marta katta bo'lgan Andijonda, ayniqsa hududi cho'l sanalgan Ulug'norda yashil dov daraxtlarni ko'paytirish ekologik muhit barqarorligida muhim ekanligini uqtirishdi. Men 72 ga kiribman. 11-maktabga 72 tub ko'chat ekaman deb ko'chatni bugun farzandlarim bilan ekdim. Uzoq yashaydigan archa ko'chatlar kelgan Oqtam qishlog'ini diraveri bo'lgan bodam hamda o'rik ko'chatlari. Chunki shu narsalar shu yerda ko'p ko'klaydi. Shuning uchun kelajak farzandlarimga esdalik uchun qoldirdim. Shu daraxtlarda uzoq ko'rkam, chiroyli yigitlar bo'lsin. Yashil hudud yaratish ham bir saodat aslida. Kimnidir bitta nihol qadash yo'lida mehr bog'lashga o'rgatish esa san'at. Ortidan bog' qoldirganlarga yog'iladigan savobni esa ulamolardan ko'p eshitgansiz. Muhabbat Iminova, Doniyor Aliyev, Andijondan.